Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiye de Sadaqacı Rosa Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü leksiyelerimizi başlaştan avval hazırlıkı bizden sizlerge sözlep gelip atkan leksiyelerimizdeki mühim bir vaziyet. Reis Xi Jinping'in iktisat məsləhətçisi Liu He Amerika Qoşmuş Ştatlarını ziyaret kıldı degan mavzuda sözlegen leksiyelerimizin bugünkü neticesi nima? İkinci, dal şu bir ay içinde Cungo'dan 2 nefer yukarı derecelik əməldar Washington'u ziyaret kıldı. Birinci kıtım Yang Jiechi. İkinci ayının 8. günü Washington'u ziyaret kıldı. Neticesiz kayıttı. Lakin Amerika Qoşmuş Ştatlarının prezidenti Trump Yang Jiechi'ni kabul kıldı. Endi şu bugünkü xəbəriga qaraganda hazır Amerika Qoşmuş Ştatlarının prezidenti Trump Liu He apandini qabul qilishni va ko'rishni rad qildi. Hozir torbiyatlarda chiqayotgan xabarlar va biz tayyorlagan maqolalarda bugun Liu He apandining Washington ziyaratining mag'lub bo'lganligini anglaysizlar. Hozirgi vaziyatimiz shu. Leksiyamizning mavzusi bunday. Aqsaray siyaset belgilab 24 soatdan keyin prezident Trump Cungo'ga qo'l soldi. Mavzuli xabar 3. ayning 2. kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Birinchi, Aqsaray 24 soatlik talash tortishni boshdan kechirdi. Pul muomala gazeti bir parcha maqolasida bundoq oshkorladi. Aqsaray iqtisod komitetining raisi Cohen bir tarafda turib, import qilingan po'lat temir materiallariga va alyumin mahsulotlariga eg'ir boj qo'yishga qarshi turib, bunday qilganda Amerikaning iqtisodiga ziyon yetadi deb hisobladi. Prezident Trumpning savdo ministri Ross va prezidentning maslahatchisi bo'lgan iqtisod millatchisi Peter Navarro bir tarafda turib, prezident Trumpning qattiq harakat qo'llanishini izchil qo'lladi. Yani nurg'un kishilar ansirab Amerika bu xilda davlat bexatarligi bayrog'ini ko'tarib chiqib, savdo sohasida tuyuqsiz hujum qiladigan bo'lsa, amaliyotda Cungo'ning o'xshash tadbir qo'llanib, harakat qo'llanishiga ilhom berib, bir maydon savdo urushidan saqlang'ili bo'lmaydi deyishdi. En ahırda prezident Trump keskin harakat qo'llanib, import qilingan po'lat temir mahsulotlari va import qilingan alyumin mahsulotlariga 25%, 10% shaklida tamojna beji qo'ydigan bo'ldi. Konkret tafsilotlarni prezident Trump kelar hafta jakarlaydiganligini e'lon qildi. Sizlar uzoq muddatgacha qo'g'dashga erishsizlar, dedi. Yani bu uzak müddetlik siyaset deganlik edi. Amerika qadamma qadam qistab kelmoqda. Kichik mavzu. Bunun birinchi, buningda 2 ay burun Amerika Cungo'dan import qilingan oddiy alyumin birikmasiga qo'sh taraflik tekshirishni yo'l qo'yganda diqqat qilish tegishli bo'lgan bir taraf shu bo'lgan ediki, bu albatta 25 yil o'tgandan keyin Amerika Savdo sanoat ministrligining bir qatimliq o'z oldiga boshlagan tekshirish hisoblanadi. Amerika hukumati o'zi o'ttirg'i chiqqan edi. Tekshirish uchun Amerika hukumati o'zi o'ttirg'i chiqqan edi. Ikkinchi, shundan keyin prezident Trump buyruq tushirib, 201 moddani import qilingan 201 moddani asos qilib import qilingan kir alg'o Guangfu mahsulotlariga kapolatlik boj qo'yish, ya'ni yo'l qo'ymoqchi bo'ldi. Go'yo belgilandiki, bundoq yuqori boj qo'yish Cungo'ning kir alg'o ishlab chiqarish va Guangfu mahsulotlarini ishlab chiqarish sanoatini eg'ar ziyonga uchratdi. Uchinchi, yana bor
İkinci ayının 13. gün Amerika Qo'shma Shtatlarining Markaziy axborot idorasi, Federal tekshirish idorasi qatorliq 6 yurish axborot organlarining mas'ullari birlashib Davlat Majlisi Kengash palatasining axborot komitetiga doklad berganda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat bexatarligi uchun Huawei shirkati ishlab chiqargan telefonlarni ishlatmaslik to'g'risida taklif berdi. 4. Birinci ayının 17. günü Aksaray'da Reuters agentligi muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda Prezident Trump aqliy mulk huquqini qo'g'dash jihatda Jungoga intayin zo'r jarimani qo'yishni o'ylashayotganligini bildirib, mening da'vatqonlarimni san'atda miqdor jihatdan tasavvur qilibmi yetolmaysan dedi. 5. Hazır davlat bexatarligini nazarda tutib, import qilingan plat to'mir mahsulotlari va alyumin birikmalariga embargo siyosati yurgizmoqchi bo'ldi. Xanjar bilagi bilinmoqda. Albatta bu ishlar Jungoga qaratildi. Kichik mavzu. 2018 yil Amerika-Jungo munosabati intayin zo'r o'zgarish bo'ladigan bir yildir. Lekin Jungo aldirab xushal bo'lmasligi kerak. Başdan axir buning hammasi Amerikaning nishoni bo'ladigan bo'lsa, texama qattig'i texi yetib kelganda yo'q. Qanday qilish kerak? Biron Amerika to'kmin qilib satishga qarshi, qo'shimcha haq qo'shib berishga qarshi 337-modda bo'yicha tekshirishni boshlaganda Jungoning dardini anglaydigan o'rin, ya'ni Dunyo iqtisodiy tashkilotiga berib, dardi ahvolini so'zlaydi. 10 qatim arz qilib, 9 qatim mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, Jungo hech bo'lmaganda yaqinda Jungoliklarning qoida nizomni egallash va pishib yetilishiga ergishib, Jungo arz qilib, futib oladigan ishlarni ancha-muncha ko'payishga boshladi.